Alloh taolo insoniyatga ko'p ne'matlar bergan va bermoqda. Ularning sanog'iga yetish qiyin. Chunki Alloh Qur'oni Karimda bu haqda o'zi oyatda marhamat qiladiki, agar bergan ne'matlarimga, ya'ni bergan ne'matlarimni sarhisob qiladigan bo'lsalaringiz, sariyam uni adoga yeta olmaysizlar deb Alloh Qur'onda marhamat qiladi. Shuning uchun odam hayoti uchun muhim bo'lgan dehqonchilik va bog'dorchilik qilishga yer yuzida qulay sharoitlar yaratib bergan. Dehqonchilik qilish mo'l rizq ro'z baraka garovidir. Shu bois dehqonlar bahor dehqonchilik Odam alayhisalomdan meros. Bahor faslida bir qarich yerni ham bo'sh qoldirmaslikka harakat qiladilar. Aslida biz dehqonchilik Odam alayhisalomdan meros deb u zot insoniyatdan yerni mehnat bilan obod qilish, undan rizq topish va uni asrashga o'rgatganlar. Yer yuzida Odam alayhisalomni sizlarga kecha avvalgi kunimizda Odam alayhisalomning tarixlari haqida gapirib bergan edik. Yer yuziga tushganlaridan keyin u kishi qorinlari och qolib, nima qilishni bilmay turgan mahalda Jibril alayhisalom tushib, u kishiga bug'doy donlaridan berdilar. Bug'doyni yeyman deb turgan mahalda Jibril alayhisalom aytdilarki, bu bug'doyni to'g'ridan to'g'ri yemaysiz, buni yerga ekasiz dedilar. Yerga qanday ekaman dedilar. Jibril alayhisalom yerga ekishlikni o'rgatdilar. Yerni haydab, keyin ekasiz dedilarda, yerni bo'shatib berdilar. Mana shunday bo'shatasiz dedilar. Keyin bo'shatdilar Odam alayhisalom va bug'doyni ekdilar. Allohning qudrati bilan bir zumda boyagi bug'doy o'sib chiqdi va boshoqlari bilan yig'ishdi aytilar. Boshoqlari bilan birgalikda yig'dilar. Yig'ib, endi nima qilaman dedilar. Endi buni yaxshilab maydalab donini ajratib olasiz dedilar. Va donini ajratib olgandan keyin endi yeymanmi dedilar. Yo'q dedi Alloh Jibril alayhisalom. Endi nima qilaman deganda, endi ikkita toshni olib keling dedilarda, ikki toshni o'rtasiga qo'yib, uni nima qildilar? Un qildilar. Un qilishni o'rgatdilar. Odam alayhisalom o'sha bug'doyni un qildilar. Un qildilarda, endi yeymanmi degan paytlarda Alloh Jibril alayhisalom aytdilarki, yo'q, hali yemaysiz. Hali tayyor bo'lgan yo'q. Endi nima qilaman? Endi xamir qilasiz. Endi suv olib keltirib, uni nima qildilar? Qordirdilar. Qorib xamir qildilar. Endi nima qilaman dedilar. Endi olov yoqamiz dedilar. Olovni qayerdan yoqaman? Siz borib o'sha shox shabba olib keling, men olov yoqaman dedilar. Shox shabbalini yig'ib olib keldilar. Keyin Jibril alayhisalom ikkita toshni oldilarda bir-biriga urib olov yoqdilarda, keyin olovning ustiga toshni qo'ydilar va toshning ustiga boyagi xamirni yoyib qo'ydilar. Shu bilan non pishdi. Ana endi nonni sovitib yeying dedilar. Qarang, Odam alayhisalomga Jibril alayhisalom yer yuzida biz uchun hozirgi vaqtda yeyish, ichishimiz uchun kerakli bo'ladigan ne'matlarini ta'limini bergan ekanlar. Qanday tayyorlashni, qanday yeyishni, qanday yekishlikni, qanday xamir qilishlikni hammasini Jibril alayhisalom otamiz Odam alayhisalomga o'rgatganlar. Odam alayhisalom esa o'z zurriyotlariga o'rgatgan ekanlar. Mana shundan boshlab mana shu non yeydigan bo'ldik. Birinchi yer yuzida tushgan Odam alayhisalomning yeganlari bu non bo'lgan ekan.